Saharda biz chaqiruv bo'limiga harbiy kiyim olish uchun keldik. Keyin esa uydagilar bilan xayrlashib yo'lga chiqamiz. Oy, borib omon kelgin bolam. Bir necha kundan beri yuk poyezdida ketyapmiz. Tashqaridagi manzara boshqacha. O'zbekistonni, ayniqsa Layloni sog'ina boshladim. Qaytishim bilan sovchi yuboraman. Laylo Kursk viloyatida harbiy amaliyot boshidayoq 2 dushmanni qo'lga oldik. Schau sie dir an, ganz allein. Hab keine Angst, wir tun dir nichts vielleicht. Lass mir auch was übrig, trink nicht alles. Ждем. Ждем. Hände hoch! Ularni qo'lga olgandan keyin bizga bir necha kun dam berishadi deb o'ylagandim. Lekin adashibman. Hozir esa rasminga termulib o'tiribman. Esingdami o'sha kunlar? Bugun qizlar bilan esdalik uchun rasmga tushgani keldik. Endi mening ham rasmim bo'ladi. Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz bu yerda? Menga ham suratingdan berasanmi degan edim. Fotostudiyadan suratni olishimga qarshilik bildirmadi va bir necha kundan so'ng u qo'limda edi. Kunlar ham sovib ketdi, lekin Layloning surati qalbimni isitib turibdi. Hozir nima qilayotgan ekan? Biz ayollar tikuv sexida kecha-yu kunduz harbiy kiyim tikib Moskvaga yuboryapmiz. Ishimiz juda ko'p. Men tikkan kiyimlardan biri Anvarga yetib borsa, omon qayt deb yozib cho'ntagiga solib qo'yaman. Ko'chada faqat qariyalar va ayollar. Erkaklarimiz xizmatda. Meni smenam tugadi, uyga ketyapman. Qichqiriq ovozini eshitib yugurib chiqsam, qo'shnimiz ekan. Ularga qora xat kelibdi. Kechasi -30 daraja sovuq. Jangsiz ham halok bo'lish hech gap emas. Hey, tur!